الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى كلام قديم بدأتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Qur'onni yodlashga, zikr qilishga oson qilib qo'yganmiz. Ichingizda yodlaydiganingiz bormi deydi Xudo taolo. Duduq odamlarda qori bo'lganligi to'g'risida mashhur gaplar bor. O'zi duduq, dunyoviy gaplarni gapirolmaydi. Lekin Alloh taoloning kalomiga kelganda duduqlamay o'qiradi. Alloh taoloning kamoli Qur'onni yengil qilib, oson qilib qo'yganligidan shu. Endi Alloh subhanahu va taolo yana bir joyda aytadiki: "Va may yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub." Har kim Allohning shiorini ulug'lasa, ta'zim qilsa unga, u Xudodan taqvosi qalbida o'sha odamning qo'rqinchi borligidan shu narsa kelib chiqadi. Allohning shiori nima desa, masjid Allohning shiori. Ko'rganingizda Xudoni esga keltiradigan narsa o'sha Xudoning shiori. Bir qorinni ko'rganingizda xayolingizga xolisiz xolamasiz bu Xudoning kalomini yodlagan degan narsa keladimi? Demak, o'sha qorinning shiori. Uni hurmat qilishlik, uni e'zoz qilishlik, demak, u Xudodan qo'rqishlikdan bu narsa. Hindiston diyorida o'tgan ulamolar Alloh taolo shunaqangi bir ajoyib zotlarni Hindistondan chiqargan, o'sha molga sig'inadigan zotlarning ichidan. Hindistonda bizning yurtlarimizga mashhur bo'lgan odamlarning ichida faqatgina bitta zotning nomi Hazrati Mavlona Abdulhaylak Nabiy rahmatullohi alayhi degan shu bitta zotning nomi yetib kelgan. Undan boshqa odamlar haqida bizda hech qanaqangi ma'lumot bu yerlarda na domlada bor, na omida bor. Omidagi umuman yo'q. Endi o'sha biz domlalarga ham, ustozlarga ham shu haqda xabar yetib kelishiga sabab shu bo'lgan. Hoji domla Hindistonning Xudo rahmati, uni ustozlar o'sha Hazrat Abdulhaylak Nabiy rahmatullohi alayhi o'qigan, o'sha zotning vositasi bilan bir tarafdan, ikkinchi tarafdan Abdulhaylak Nabiy rahmatullohi alayhi o'zini hayotlik davrida u kishining tarafidan yozilgan kitob juda ko'pi bizga yetib kelgan. U odamning o'tganiga 122 yil bo'ldi hozir. O'sha paytda yozilgan kitob bu yerga tez tarqaganligini hisobiga u odam mashhur bo'lgan, lekin boshqa Hind olimlari biz yurtimizda mashhur bo'lmagan. Lekin Hindistonda ilmi qaraqayinlar, uni qay darajada yuksak bahodagi ilm bilan o'qitganligi to'g'risida bilmoqchi bo'lgan odam bitta Hoji domla Hindiston rahmatullohi alayhi o'ylab ko'rsa yetadi. Hoji domla Hindiston rahmatullohi alayhi o'qishga borib madrasadan qaytib kelgan, madrasasida domladan keyin 85 mingta talaba o'qigan. 85 mingta Hoji domla o'sha yerda qolgan. Domla bittasi, lekin bitta domla O'rta Osiyoni hammasini ilm bilan ta'minlab qo'ygan. Endi men aytmoqchi bo'lgan gap shuki, o'sha o'qitgan, o'sha yerdagi ustoz bo'lgan Hoji domla Hindistonliklar borgan vaqtida ustoz bo'lgan zotlar o'sha yer yuzini titratib turgan 4-5 ta odam bo'lgan. O'shalarning bittasining oti Hazrat Mavlona Husayn Ahmad Madaniy degan zot o'tgan. Hazrat Mavlona Husayn Ahmad Madaniy. Hazrat Husayn Ahmad Madaniy o'sha biz yuqorida aytgan Abdulhaylak Nabiy rahmatullohi alayhilarga ham asr bo'lgan ekan-u, Abdulhaylak Nabiyga qo'shnilari hasad qilib zahar berib 39 yoshda o'ldirib qo'ygan. 39 yoshda zaharlab o'ldirgan. Lekin bu odamlar biz keyingi aytgan Husayn Ahmad Madaniylar yoshi juda ulug' bo'lib 90 ga yetib o'tgani uchun biz zamonaga sal yaqinroq kelib qolgan bular. 57-yil vafot qilgan ekan o'sha. 57-yil. O'sha zotdan 3 ta o'g'il qolgan. 3 ta o'g'il hozir Hindistonda ilmini ushlab turgan odamlar endi. Lekin shu zot Hazrat Husayn Ahmad Madaniy bilan u kishining ustozlari Mahmud Devbandi degan kishi Hindistonda anglichalarni qo'lidan ozod qilishni payiga tushib qolgan bular. Anglichanni chiqarib olishimiz kerak bularni. Chunki anglichalar kelib Boburning nevarasi Bahodir Shohni saltanatdan yiqitgan bular. Saltanatni yana musulmonlarga qaytarib olib kelishdi dardahamida bo'lib turganda Angliya bularni ushlab turib ikkovini ustoz bilan shogirdni qabz qilib turib Malta degan orolga surgun qilib yuborgan. Avval o'sha yerda Maltada turmasi bo'lar ekan, Angliyani o'sha yerda qamab qo'ygan. Qamoqqa yetib bular borgandan keyin ustoz Hazrat Mahmud Devbandi rahmatullohi alayhi kirgan ekan, dardi g'ami nima bo'lgan ekan? Bola chaqam ochidan o'lib qoladimi? Kirish bilan yig'lagan ekan. O shogirdlari Hazrat Husayn Ahmaddan aytgan ekanlar, "Tahsin nimaga yig'layapsiz?" "Ramazon kelsa xatmni qayta eshitaman" deb yig'labdi. O'zlari qorimas ekanlar. Shogirdlari ham qorimas. Sen ham qorinmasang, men ham qorinmasam, xatmni qana eshitaman. Qur'on yo'q. Keyin Hazrat Husayn Ahmad Madaniy bir Qur'on toptirib,
Ramazonga 9 oy qolgan ekan, 9 oyda Qur'onni yodlab Ramazonda xatmga o'tib bergan ekanlar keyin. Yosh shogird, yosh katta bo'lgan vaqtda. Shunda haqqiga duo qilgan ekanlarki, qiyomatgacha avlodingdan Xudo qorini uzmasin degan. Bir og'iz duo. Endi mana shu Husayn Ahmad Madaniydan 3 ta o'g'il qolgan. As'ad Madaniy, Arshad Madaniy, Asjad Madaniy. Bitta qizlarining uyida bitta hovlisida 40 ta murattab qori bor ekan. O'zim kirganman hovlisiga. 40 ta murattab qori bor hovlini ko'rganman. O'sha Husayn Ahmad Madaniyni ustozdan olgan duoni barakati. Bitta qizdan. Bitta o'g'il Hazrat Arshad Madaniy degan o'g'illari bor, 42-yil o'g'illari. 63 ga kiradimi? 60. O'sha kishidan 10 ta farzandi bor, 10ovi ham murattab qori. Lekin 7 tasi o'g'il, 3 tasi qiz. 3ovi qizi ham murattab qori. O'sha ustozni qilgan duo. Lekin yana bir joyi shuki, odamlar Maltadagi o'sha orol nimaga, qamoqxonaga Hindistondan kemada o'tirishib, okean orqali ziyorat qilgani borishar ekan turmaga. Omilar borar ekan. Ziyorat qilgani boradi-yu, anglichalar bularni qo'ymaydi turmaga. Ko'rsat, ularni ham chiqarmaydi, bularni kirgizmaydi. Bechora omi odam shu Husayn Ahmad Madaniy bilan ustozini ko'ra olmaydi deb armonda qolib ko'ralmaganidan keyin hech yo'q atrofida, turman atrofida tavof qilib aylan qaytib ketaverar ekan. Olim ziyorat qildi degan savobni beradi degan umid bilan aylan. Shunda Husayn Ahmad Madaniy kirib ustozlarga yig'lab taqsir, odamlar kelyapti, har kuni uzilmaydi orqasi. Shu kelib turman atrofini aylanib ketaveradi desa, bolam ko'rib yurgan shularning ixlosi hammasini bolasini qori qilib yuboradi der ekanlar. Endi o'sha Devan degan qishloqda sal nariyoqda Amroha degan qishloq bor. Amroha degan qishloq shu bo'yidan bir 2 metr 3 metr kichkina joy. 5000 ta murattab qorisi bor. 5000 ta. Hazil narsa bor. Uni sal nariyoqda Kondehla degan qishloq bor. Kondehla degan qishloqda bitta murattab qori bo'lmagan ayol yo'q. Ayol kishi. Husayn Ahmad Madaniy rahmatullohi alayhi o'sha ishlarda, duolarda eshitib kelgandan keyin ustozlarga maslahat qilib shunday aytisharkanki, bolalarimiz ichida qori ko'payishini nima qilishimiz kerak? Onasini qori qilasan der ekanlar. Onasini qori qilasan, onasi bolasini emizib turganda Qur'on o'qizib emizadi. Bitta bolani oldida masalan bolaki tug'ilgani yo'q, onasining qonida yotibdi. O'shani oldida kelib bir hikoya o'qiysiz debdi. Hikoya o'qiysiz, onasi eshitadi buni. Bir davrlar o'tib, halik bola tug'ilib, sal endi gapiradigan bo'lib, gapni fahmiga yetib qoladigan bo'lgandan keyin 4 ta hikoya oldida o'qib berasan, ichida bittasi halik onasining qonida o'qilgandek hikoyani o'qiysan. O'sha hikoyaga kelganda bola Hindistonning bolasini deb o'tirib nima qilar ekanda, dada eshitganman der ekan. Eshitganman. O'sha narsani sinagan ekanlar. Agar nadim onasini qonidagi narsa ham ta'sir qilar ekanmi debdi ba'zilarning gapi. Albatta Xudo taoloning kalomini ta'sir qilishi turgan gap. Ana shunaqangi faxrlanadigan ishlari bor. Keyin Qur'onda fazilati to'g'risida bitta eshitgan narsa o'sha Arshad Madaniydan o'zlarini shaxsiy gunohkor qulog'i bilan og'zidan eshitganman shu zotda. Aytganlar, dadam umrlarining oxirida biz aytgan o'sha Husayn Ahmad Madaniy o'sha surgun qilingan zot 18 yil davomida Masjid Nabaviyda borib dars berib turgan. Haram Nabaviyda borib dars bergan. O'shancha bu kishining otlari Madaniy bo'lib qolgan. Aslan Hindistonda Fayzabod degan joydan. Husayn Ahmad Madaniy Madinada tug'ilib yashab yurgan odamlar katta bo'lsa, ularning otini Madiniy deydi. Boshqa joydan ko'chib borib qolsa Madaniy deydi. Tagi tubi Madinadan bo'lsa Madiniy bo'ladi. Keyin Madinaga kelganda bo'lib borib qolib o'sha yerda o'rnashib qolgan bo'lsa, uni Madaniy deydi. Bular Madaniy bo'lgan. O'sha dars berib yurgandan keyin bu kishi kelib yana Hindistonga umrining oxirida qaytib kelgan ekanlar. O'zini qishlog'ida o'sha yerda keyin dars bergan joylarda vafot qilgan. Lekin umrlarining oxir vaqtida butun oilalarini, xotini va bola chaqalarini yig'ib bu kishi hajga borgan ekanlar, sog'inib. Men oxirgi marotaba o'sha o'zim turgan uylarimni ko'raman, Janob Rasulullohni ziyorat qilaman, borib kelib shu ketganim. O'g'illari aytadi, biz kemada dadam bilan hajga bordik. Bu taxminan bo'lsa 50-yillardagi gaplar bo'lsa kerak-da. Hajga borganimizda dadam haramda Ka'bani ziyoratidan keyin dadam bir joyga o'rnatildi. Odamlar ziyorat qilib ketyapti, lekin meni hayron qoldirgan narsa haramda imomi dadam ziyoratiga keldi. Husayn Ahmad Madaniy ziyoratiga kirdi. Haramda imomi kirib, dadamni qo'lini o'pib turib yig'lab so'rashdi. Dadamning otlarini aytib, "Sog'indim, sizni boshqa ko'ra olmay o'lib qolamanmikin deb qo'rqovdim" dedi. Dadam ham shunaqangi deb aytdi. Lekin yana meni ajab qoldirgan narsa, u qori dadamga hindcha gapirdi. Dadam o'zining tilida gapirdi.
Keyin dadam gapirib o'tirib aytdilarki, Abbos dedilar. Oti Abbos ekan, haramda imomini. Abbos, labbay taqsir. Hali sani ovqating mantini sog'inganman deb aytdilar. Keyin haramda imom dadamni gapini yerda qoldirmasdan darrov odamlarga buyurdi, uni olib keldi, go'sht olib keldi, lekin yana bir hayron qoldigan narsa, haramda imom o'zi qo'lida xamir qildi. Keyin taylari teshib bir qozoni bor ekan, deydi, olib berib keyin dadamga manti pishirib berdi. O'sha Qori Abbos Qo'qondan ekan. Qori Abbos. Dadam uni Qori Buxoriy deb aytardi deydilar. Abbos Buxoriy. Dadamda deydilar, Qo'qondan ketib Hindistonda o'qigan ekan deydilar. Hindistonda o'qib dadam keyin haramga dars berganmi-ki, ketib turganda tahsilsiz xizmatlik qilib, ovqatsizlik qilib yuraman deb borib, qiroati baquvvatligicha arablarga ma'qul bo'lib, keyin podshohi ham eshitib, shundan keyin haramda qolib qolgan ekan. Bu faxtni hozir o'lgan podshohning dadasining davridagi gap endi bu. O'sha yerda hurmat topib, baquvvat xorligi, dadam shu bilan yana qaytib kelavergan, u odam endi qayerga qaytib kelar? Hindiston yurtdi masalan, o'sha yerda keyin uylanib qolib ketavergan ekan deydilar. Endi o'sha Qori Abbos keyinchalik biz borib yurdik, qarib ketdilar ham. Dadamdan ancha yosh bo'lgan deydilar, boramiz, lekin endi dadam yo'q endi bizni omimiz deydilar. Dadamni oldida biz olim, lekin dadamni oldida, lekin ustozim o'ldi, endi bizni kelib qo'limiz o'paydigan bo'ldi endi deydilar. Ustozning hurmati. Qori Abbos keyin masjidi Madinada qabristoniga, Baqiy degan qabriston, sahobalarning qabristoniga ko'milgan ekan. Qori Abbosning qabri 4 marta ochilgan ekan, to'rovida ham chirimasligini ko'rgandan keyin endi ustiga Qori Abbos qabri ochilmasin, bu chirimagan deb yozib qo'ygan. Hozir ham turar ekan. Xudo taborak va taolo Qur'oni Karimda aytadiki, sizlar oldin nutfa bo'lgansizlar, ya'ni harom suv bo'lgansizlar. Harom suvlidan keyin lahta qon bo'lgansizlar, keyin bir go'sht bo'ldilaring, keyin go'shtdan suyak paydo qildim, suyakning ustiga keyin go'shtni yana kiyimga o'xshatib kiygizib qo'ydim, keyin tug'ilib go'day bo'ldilaring, go'daylikdan keyin o'rta yosh bo'ldilaring, oxiri xor bo'lib qarisizlar dedi Xudo yana. Arzalul umr degan oyat bor. Arzalul umr degani o'sal bo'lib qarishda aytadi. Joyiga siyib qo'yadi, gapira olmaydi, tushuntira olmaydi, birov gapirsa ko'zi ko'r. Ana shunaqangi bo'lib qarishda otini o'sal bo'lib qarishda Xudo taolo arzalul umr deydi. Umrning eng xor joyi. Xor. Ana shunaqa bo'lib qarishlar bor deganda Xudo taolo Ibn Abbos roziyallohu taolo aytdilarki, lekin Xudo taolo qoriga o'sha joyda ko'rsatmaydi deydilar. O'sha yosh o'sha yerga boradi. Ahli Qur'on odamni Xudo yoshi undan ham yuzdan ham o'tkazib yuborishi mumkin. Lekin shunaqa o'sal bo'lib joyiga siyib qo'yib, joyiga o'tirib shunaqa narsa unda xor bo'lib qarishlik birovga og'ir yuk tushmaydi unda. Yana bitta unga fazilat shuki, agar Xudo taoloning o'sha yodlagan bergan kalomini, u halolni halol, haromini harom deb ixlos bilan yurgan bo'lsa, Xudo taoloning jasadini ham yerga harom qiladi. Janob Rasulullohning sahih hadislari bor. O'sha hadisda mistoha o'sha izohlar endi. Ko'p eshitganmiz shu narsalar, falonchi qabristonda falonchi qori bo'y chirimagan ekan degan gaplar ham eshitganmiz. Endi ham bitta o'sha mashhur shu qorini ishlari ekan.